Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Katta avlod vakillari yaxshi bilishadiki, aynan oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish bundan 30-40 yillar ilgari umuman boshqacha bir ko'rinishda edi. Ayniqsa viloyatlarda oliy o'quv yurtlarining kam sonli ekanligi, qolaversa mana shu Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishni xohlagan abituriyentlar akasi bilanmi, ota-onasi bilanmi o'sha Toshkent shahriga borishi, oliy o'quv yurtlarining qabul komissiyasi oldida turnaqator turgan navbatlarda turishi, bitta hujjat topshirishning o'ziga kamida 1-2 kun ketishini juda yaxshi bilishadi. Ana shu vaqtda albatta inson omiliga bog'liq bo'lgan jarayonlar ko'p bo'lgan. Endi esa fan va texnologiyalarning amaliyotga joriy etilayotganligi, qolaversa shaffoflik, ochiqlik singari ko'rinishlar oliy o'quv yurtiga qabulda ham o'zining bir ifodasini topayapti desak, bu ham xato emas albatta. Demak, anglaganingizdek, ochiq muloqot turkumidan biz bugungi ko'rsatuvimizda 2026-27 o'quv yili uchun O'zbekiston Respublikasidagi oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonlari haqida bugun siz bilan suhbatlashamiz. Albatta, hammamiz yaxshi bilamiz, ayniqsa farzandimi yoki bo'lmasa nevarasimi oliy o'quv yurtiga masofadan turib hujjat topshirayotganlar juda yaxshi bilishadi. Joriy yilning 5-iyun sanasidan toki 25-iyun sanasigacha onlayn turib hujjat topshirish, rasmiylashtirish jarayonlari boshlandi va bu ayni qizg'in pallada. Demak, biz bugun aynan mana shu mavzuda siz bilan suhbatlashamiz. Biz yana tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, bir vaqtlari o'sha 20-iyun sanasigacha o'rta umumta'lim maktablarida o'sha so'nggi davlat imtihonlarining tugatilishi va oliy o'quv yurtlariga aynan 20-iyun sanasidan keyin o'sha iyul oylarida 1-avgust sanasigacha bo'lgan davrlarda hujjatlar topshirilgan. Bugun esa mana shu jarayonlar yanada jadallashdi, shaffoflashdi desak, bu ham xato emas albatta. Demak, bu yilgi masofadan turib onlayn hujjat topshirishlar qay darajada bo'ladi yoki bo'lmasa bugun viloyatimizdagi mavjud oliy o'quv yurtlarida qaysi bir yo'nalishlar yoki qandaydir bir yangiliklar bor, biz bugun mana shu mavzuda siz bilan fikrlashamiz. Albatta, mana shu yil maktabni tamomlagan, o'rta umumta'lim maktablarini tamomlagan bitiruvchilar, ularning ota-onalari yoki bo'lmasa oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishni niyat qilganlar teleekran qarshisiga yaqinroq o'tirishlarini so'raymiz. Nimaga deganda biz bugun mana shu yilgi hujjat topshirish, rasmiylashtirish jarayonlari haqida bugun mutaxassislardan ko'plab yangiliklarni eshitishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, biz odatdagidek jonli efirdamiz. Mabodo sizda qandaydir bir savollar tug'ilsa, studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223-92-03 raqamli telefonga bog'lanishingiz va aynan mana shu 1 soatlik efir jarayonida o'z savollaringizga mutasaddilardan javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini sizlarga tanishtirib o'taman. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limi boshlig'i Baxtiyor Yakubov, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi mas'ul kotibi O'tkir Matyakubov, Urganch davlat pedagogika instituti qabul komissiyasi mas'ul kotibi San'at Xudayberganov, Urganch davlat tibbiyot instituti qabul komissiyasi mas'ul kotibi Ollanazarov hamda O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali qabul komissiyasi mas'ul kotibi Rashidbek Otajonovlar bugungi ochiq muloqot ko'rsatuvimizning ishtirokchilari. Demak, bizning ilk suhbatdoshimiz aynan mana shu 5-iyun sanasida boshlangan mana shu onlayn hujjat topshirishlar bo'yicha viloyatimizning mutasaddisi hisoblanadi. İlk suhbatdoshimiz ularga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar. To'g'ri aytdingiz, O'tkir aka, mana bir hafta bo'lib qoldi. Oliy ta'lim tizimida oliy o'quv yurtlariga, professional ta'lim muassasalariga o'qishni kirishni xohlagan abituriyentlarimiz, talabgorlarimiz uchun onlayn ro'yxatdan o'tish boshlandi. Bu Prezidentimizning 2024-yil 24-maydagi 81-sonli farmoyishiga asosan tashkil qilingan edi. Mana yildan yilga takomillashib boryapti. 24-25 o'quv yilida biz avval test, so'ngra tanlov tamoyiliga o'tdik. O'sha tamoyil asosida
Bu ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichi oliy ta'lim muassasalari to'plagan ballarini hisobga olgan holda oliy ta'lim muassasalariga qabul tanlovida ishtirok qilishadi. Ikkinchi bosqichida o'sha oliy ta'limga kira olmay qolgan talabgorlar professional ta'lim muassasalarida o'qish uchun tanlovda ikkinchi marta ishtirok etadi. Buning uchun biz mana 25-iyunda yakunlaganimizdan keyin ikki bosqichda bu ham amalga oshiriladi. Bu birinchi bosqichi ro'yxatdan o'tish bosqichi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqichi tanlov bosqichi hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tish bosqichida hozir 5-iyundan 25-iyungacha bo'lgan vaqt oralig'ida ro'yxatdan o'tish bosqichida tanlaydigan va qaysi saytlar orqali kirib ma'lumotlarni kiritish yo'lga qo'yilganligini aytib o'tadigan bo'lsak, my.uzmb.uz saytiga kirib, o'sha yerdan ikkita punkti bor, kirish punkti hamda ro'yxatdan o'tish punkti bor. Agar u abituriyentimiz oldindan kirib, bir necha tadbirlarda qatnashib yurgan bo'ladigan bo'lsa, kirish knopkasini bosish orqali o'zining shaxsiy kabinetiga kiradi. Agarda ro'yxatdan birinchi marta o'tishi bo'ladigan bo'lsa, unda ro'yxatga o'tish bo'limiga kirib, hozir masalan ko'rsatuvimiz oxirida bilim va malakalarni baholash agentligining tayyorlagan roligi bor. O'sha rolikda namoyish qilganda podrobniy to'liq aniq tushuncha bergan, o'sha ham ko'rsatib bergan, o'sha orqali adashmasdan ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Ya'ni birinchi bosqichda biz fanlar majmuasini tanlashimiz kerak. Fanlar majmuasini hamma biladi. Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi dekabr oylarida bu yo'nalishlarni tanlagan paytda ularga mos fanlar majmuasini tanlaydi. Shu asosida fanlar majmuasini tanlagandan keyin ta'lim tili qaysi tilda olib boriladigan bo'lsa, o'qish o'sha yo'nalish bo'yicha demak ta'lim tilini hamda test topshirish hududini belgilaydi. Test topshirish hududini belgilaganda ko'pchilik xatoga yo'l qo'yadi, yaxshi e'tibor bermaydi yoki bo'lmasa boshqa birovning ko'magi, yordamida ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, e'tiborsizlik bilan o'sha test topshirish hududi oldin qayerda turgan bo'lsa, masalan Buxoro ochiq qolgan bo'lsa, Buxoro yoki bo'lmasa Toshkent yoki boshqa yerda qolib ketadigan bo'lsa, e'tiborsizlik oqibatida oxirgi kunlarda ro'yxatdan o'tish tugagandan keyin ularda chiqarilgan, ya'ni qo'lidagi hujjat asosida aytayaptiki, shunday holatlar bo'lgan, biz Buxoroga bora olmaymiz, Buxoro ketib qolibdi, test topshirish hududida shuni Xorazmga o'zgartirib bering degan murojaatlar ham bo'lgan o'tgan yillarimizda. Lekin buning iloji bo'lmaydi, chunki 25-da iyunda bazaga ma'lumot kiritish to'xtatilgandan keyin baza boshqa ochilmaydi, o'zgartirish imkoniyati bo'lmaydi. Qanaqa o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu 25 bilan 25 oraliqda ma'lumotlarni har qancha o'zgartirsa bo'ladi. Test topshirish yo'nalishlarini. Demak, Baxtiyor aka, shu yerda aniqlik kiritib o'tsak, mabodo o'sha 10-iyun sanasida xato ko'rsatgan bo'lsa, keyinchalik 11-iyun sanasida qaytadan o'zgartirishi mumkin. Xohlagan paytida shu kun demak 25-iyungacha bo'lgan muddatda. 25-iyungacha bo'lgan muddatda sudyaning qaysi oliygohni ham o'sha test topshirish hududlarini ham barchasini bemalol o'zgartirishi mumkin. Toki o'sha rasmiylashtirish tugaguncha 25-iyun sanasigacha o'zgartirish imkoniyati bor. Shuning uchun shunga e'tibor berishlarini so'rardik. Keyin iqtidor talab qiladigan yo'nalishlar bor. Mana fizkultura, masalan jismoniy madaniyat, musiqa, shu kabi iqtidor talab qiladigan yo'nalishlarda albatta talabgorlarimiz ta'lim tilini,
test topshirish hududini, adashmasdan alohida iqtidor talab etadigan ta'lim yo'nalishini hamda kasbiy imtihon topshiradigan davlat oliy ta'lim muassasasini belgilash kerak. Endi bunga urg'u berayotganimiz sababi hamma oliy o'quv yurtlarida o'sha iqtidorni aniqlaydigan komissiya tashkil qilinmagan. Masalan, shu iqtidor talab qiladigan institutlarga, oliy o'quv yurtlariga Toshkentga borishga to'g'ri keladi. Tanlaganda ham o'zi ro'yxatdan o'tayotgan paytda shu komissiya mavjud bo'lgan oliy o'quv yurtlarini nomlari chiqadi. O'sha yerdan tanlash kerak va o'sha yerga borish kerak bo'ladi. Endi fizikultura, jismoniy madaniyat, musiqa, endi biz o'zimiz oliy o'quv yurtlarimizdan bo'lsa, ayrim kasblar bizni nimamizda komissiyasi bo'lmasligi mumkin-da. Toshkentda bo'lishi mumkin, jismoniy madaniyat institutida ayrim yo'nalishlari. O'shaning uchun o'shalarga tanlagan vaqtda o'shani tanlab, o'shanga borish kerak bo'ladi. Demak, Baxtiyor aka, shu o'rinda masalan, o'sha rassomchilik bo'lsin, o'sha musiqiy yo'nalishlar bo'lsin yoki bo'lmasa jurnalistika bo'lsin, mana shu yo'nalishlarda albatta Toshkent shahriga borib, o'sha iqtidor sinovlaridan o'tishlariga to'g'ri keladi. Endi bizda yo'q komissiya bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha yoqqa borish kerak bo'ladi. Qayerda bo'ladigan bo'lsa, Samarqandda bo'lsa Samarqandga, Toshkentda bo'lsa yana rassomchilik yoki boshqa yo'nalishlarda ayrimlar bo'lmasligi mumkin-da. O'shaning uchun o'sha ro'yxatda chiqqan nimadan qayerda komissiyasi bo'lsa, o'sha yerni belgilab, albatta u yerga borib o'tish kerak bo'ladi. Lekin testni shu viloyatimizni tanlasa, viloyatimizda topshirish mumkin bo'ladi. Keyin test sinovlari o'tkazilishi 25-iyuldan 8-avgustlargacha vaqt beriladi. Chunki test o'tkaziladi. Undan keyin 15 kun muddat oralig'ida oliy o'quv yurtlarining 5 ta tanlov yo'nalishi bor, yo'nalishlari. O'shalarni kiritish kerak bo'ladi. Oliy ta'lim muassasasini tanlash kerak, o'sha yo'nalishda belgilash kerak, hamda bitta ta'lim muassasasidanmi yoki 5 ta ta'lim muassasasidanmi o'sha yo'nalishlarni tanlash kerak bo'ladi. Ta'lim ustuvorligini tanlash kerak bo'ladi. Shularni tanlamagan abituriyentlarimiz ham uchradi o'tgan yili. Endi testni topshirgan, ro'yxatdan o'tgan, lekin mana shu oliy o'quv yurtlarini nimalarni tanlamaganligi uchun u tanlov o'tkazganda oliy o'quv yurtlarini shu yo'nalishlari bo'yicha o'tkaziladi. O'shalar tanlamaganligi uchun talabalikdan qolib ketdi. Tanlovda ishtirok eta olmadi. Tavsiya qilinmadi talabalikka. Umuman ular ishtirok eta olmadi o'shalar tanlamaganligi uchun. Qaysi yo'nalishda, qaysi oliy ta'lim muassasasida tanlovda ishtirokda 5 ta tanlagan yo'nalishda tanlamaganlar. Demak, har bir jihatga alohida e'tibor berish talab qilinadi. Alohida e'tibor berish kerak. O'tgan oldingi yillarda yo'l qo'yilgan xatolardan birlari shu bo'ldi. Keyin abituriyentlarimiz test sinovlarini topshirgandan keyin ertasigayoq o'zining olgan ballarini bilib oladilar. O'zining shaxsiy kabinetida ular olgan ballar namoyon bo'ladi. Lekin ular u to'plagan ball bilan hali oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirmaganligi hali ma'lum bo'lmaydi. Respublika bo'yicha o'sha test sinovlari yakunlangandan keyin 15 kun davomida deb aytdik bizlar, o'sha tanlagan yo'nalishlar bo'yicha tanlov o'tkazildi. Keyin bir hafta 15 kun tugagandan keyin 8-avgustdan keyin bir hafta davom etadi. O'sha natijalarni kim qayerga o'qishga kirganligini o'zlarining shaxsiy kabinetlaridan bilib olishlari mumkin. Demak, to'plagan ballari hammasi umumlashtirilgandan keyin aniqlanadi, kim qayerga tavsiya qilinadi talabalikka. Xuddi shunday. Shundan keyin oliy o'quv yurtiga kira olmay qolgan talabgorlar bo'ladigan bo'lsa, ularga 10 kun muddat bilan o'zi tanlagan fanlar majmuasi yo'nalishida kasbiy professional ta'lim muassasalariga o'qishga kirish imkoniyati uchun ta'lim muassasasini, ya'ni texnikumni, kasb va mutaxassislikni hamda ta'lim shaklini belgilash uchun imkon beriladi. Va shu to'plagan balli bilan professional ta'lim muassasalariga ham
o'qishga kirish imkoniyati bo'ladi. Bali yetganlar o'qishga kirib o'qish imkoniyati bo'ladi. Endi bu yilgi yangiliklardan yana bitta yangiliklarimiz oldin ayrim yo'nalishlarda ya'ni chet tilisi birinchi blok bo'lgan yo'nalishlarga hamma ham ro'yxatdan o'ta olmas edi. Ya'ni ularga topshirish imkoniyati yo'q edi. Endi shuni sal o'zgartirish kiritib bu bir darajaga tushirilishdi. Bu bir darajasi bor bo'lgan chet tilini bilish bo'yicha bor bo'lgan abituriyentlarimiz ham o'sha jahon tillari, diplomatiya degan universitetlarga birinchi blokda chet tili turgan yo'nalishlariga topshirish imkoniyati bo'ldi. Lekin faqat bu yerda endi bu bir sertifikat bilan bu ikkida maksimalniy ball beriladigan bo'lsa, bu bir sertifikatda shu maksimal ballning 75%ni beradi. Rahmat. Mana hurmatli ota-onalar, hurmatli mana shu bu yil oliy o'quv yurtiga hujjat topshirishni, o'sha masofadan turib rasmiylashtirishni niyat qilgan yoshlarimiz bu yilgi test sinovlari haqida, umuman olganda hujjatlarni rasmiylashtirish haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Endi biz aynan bugun viloyatimizdagi eng otaxon oliy o'quv yurtlaridan biri bu o'sha Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti hisoblanadi. Mana bugungi ko'rsatuvimizda aynan universitetning o'sha qabul komissiyasi mas'ul kotibi ham ishtirok qilyaptilar. Albatta, mana shu universitetdagi yo'nalishlar, qabul qilish jarayonlari haqida marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi kunda Urganch davlat universitetida 25 ming nafar talaba 10 ta fakultetda 43 ta kafedradagi professor o'qituvchilar tomonidan tahsil olib kelmoqda. Ushbu o'quv yilida biz 78 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha kunduzgi bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha qabul jarayonlarini rejalashtirganmiz. Xususan bakalavr ta'lim yo'nalishining kechki va masofaviy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ham qabullar rejalashtirilgan. Kechki ta'lim yo'nalishiga demak 16 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha, masofaviy ta'lim yo'nalishlarining 13 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha biz qabulni rejalashtirganmiz. Bu yilgi qabulda demak 6000 nafar abituriyentni demak talabalikka qabul qilish rejaga kiritilgan. Bu bo'yicha takliflar berilgan. Shu 1-2 kun ichida Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ushbu qabul kvotalari tasdiqlanishi kutilmoqda. Abituriyentlarga yetarli shart-sharoitlar yaratish maqsadida universitetimizda demak kal markaz, maslahat markazlari tashkil qilingan. Ular doimiy demak ish jarayonida bo'lib, bu yerda abituriyentlar o'zlariga kerakli bo'lgan shu Urganch davlat universitetidagi ta'lim yo'nalishlari yoki fakultetlari bo'yicha, bundan tashqari shu Xorazm viloyatidagi yoki respublikadagi qaysidir universitetga hujjat topshiradigan bo'lsa, shu bo'yicha maslahatlar olish mumkin, texnik yordam ko'rsatilishi mumkin. Bu bo'yicha demak abituriyentlarga Urganch davlat universitetidan tashkil topgan maslahat markazi xodimlari yetarlicha ma'lumotlarni berib kelmoqda. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish maqsadida hozirgi kunda bizda demak 9 ta o'quv bino va 9 ta talabalar turar joyi mavjud. Bu talabalar turar joyimizda 4600 nafardan ortiq talabani joylashtirishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda yangi o'quv yili uchun qo'shimcha yana bitta o'quv binosini barpo qilish mana shu o'quv yilida ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari 400 o'rinli demak talabalar turar joyini yo'lga ishga tushirish rejaga kiritilgan. Aytib o'tganimdek, bakalavr ta'lim yo'nalishlaridan tashqari demak magistratura mutaxassisliklari ham bor. Magistratura mutaxassislarini ham xuddi demak kunduzgi shaklda, masofaviy shaklda va kechki shaklda qabullar rejalashtirilmoqda. O'tgan yilgi qabulga nisbatan demak bu yilgi qabuldagi o'zgarishlar miqyosini demak Urganch davlat universiteti misolida aytadigan bo'lsam, bu yil biz 2 ta yangi ta'lim yo'nalishini ochish bo'yicha agentlikka demak ariza berganmiz va bu arizalarimiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. Bu demak 2 ta ta'lim yo'nalishimiz infokommunikatsiya injiniringi ta'lim yo'nalishi va qayta tiklanuvchan energiya manbalari degan demak bakalavr ta'lim yo'nalishlari. Demak bu abituriyentlar ushbu yangi ochilayotgan ta'lim yo'nalishlariga ham bemalol hujjatlarni topshirishi mumkin. Bu endi maxsus akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim yo'nalishlarini tanlash abituriyentlarga qanday sharoitlarni yaratib beradi, qanday imtiyozlari bor degan savol bo'lishi mumkin bu yerda. Bu ta'lim yo'nalishlarini demak ochishda biz ariza beramiz va 4 yil davomida qaysi fanlar o'qitiladi, qanday professor o'qituvchilar tomonidan bu
fanlar o'qitiladi, qaysi binoda o'qitiladi, talaba o'qishni tugatgandan keyin qaysi sharoitlardagi, qaysi tashkilotlarda demak ishlashi mumkin degan xalqaro akkreditatsiyadan qanaqa o'tiladigan bo'lsa, shu maxsus akkreditatsiya ham demak shu tartibda o'tiladi. Demak aytishimiz mumkinki, bizdagi hozir mavjud bo'lgan ta'lim yo'nalishlarimizning barchasi xalqaro akkreditatsiya talablariga javob beradigan darajada, xususan demak bu yil 6400 nafar bitiruvchilar demak bizdan demak kadrlar yetishib chiqishi ko'zda tutilmoqda. Shularning hozirgi kunda demak 65% ish bilan ta'minlangan hisoblanadi. Bu demak Urganch davlat universitetidagi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarga qo'yilayotgan sifatni natijasi deyishimiz mumkin. Rahmat. Ko'rsatuvimizning yana bir ishtirokchisi bu o'sha yangi tashkil qilingan va keyingi yillarda islohotlar natijasida faoliyatini boshlagan Urganch davlat pedagogika instituti. Albatta bu pedagogik yo'nalishdagi mutaxassislar tayyorlashga ixtisoslashgan. Umuman olganda bu o'quv yurtida 2026-27 o'quv yiliga qabul jarayonlarida qanday yangiliklar bor, qaysi bir yo'nalishlarga qabul qilinadi? Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor Urganch davlat universitetining bir tashkilot tuzilmasini aytib o'tmoqchiman. Endi hozirgi kunda bizda 5 ta fakultet, 15 ta kafedra va 205 nafar professor o'qituvchilarimiz dars berib kelmoqda. 19 ta yo'nalishda 2025-26 o'quv yilida qabul bo'lgan. Bu yilgi qabulimizda rejalashtirib turibmiz 21 ta yo'nalish. Ya'ni 2 ta yangi yo'nalishimiz ariza berganmiz. Hozirgi kunda amaliy ishlar davom etyapti. Bizda o'tgan yilgiga nisbatan qabulimizga 1000 nafar kvota ajratganmiz talabaga, 2 ta yo'nalishning hisobiga. Hozirgi kunda endi taklif berganmiz. Keyin undan tashqari endi yangiliklarga aytadigan bo'lsak, bugungi kunda institutimizda aniq fanlar pedagogika oliy maktabi faoliyatini yo'lga qo'yishni mo'ljallaganmiz. Endi bunda 2 ta yo'nalish, ya'ni sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarida yo'nalishni shu aniq fanlar pedagogika oliy maktabiga berib, shu mutaxassisliklarni yetishtirib chiqarishni mo'ljallaganmiz. Endi savol tug'ilishi mumkin, o'z-o'zidan fakultet yoki oliy maktabni qanday imkoniyatlari bor, bir-biridan farqli tomonlari bo'lishi mumkinmi degan savol bo'lishi mumkin. Endi albatta aniq fanlar pedagogika oliy maktabi dasturlari jahon standartlariga mos va xos ravishda ishlab chiqiladi va top 300 talikka kirgan universitet institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan holatda ta'lim berish dasturlari yangicha isloh qilinadi. Undan tashqari bizda 2 ta yo'nalish bo'yicha talabalikka qabul qilingan abituriyentlar ta'lim tili ingliz tilida bo'ladi. Ya'ni chet tilida toki 4 yil davomida ingliz tilida dars o'tiladi va muloqot albatta ingliz tilida bo'ladi. Shuning uchun biz professor o'qituvchilarni hozirgi kunda endi suhbat jarayonlari davom etyapti. Til sertifikatiga ega bo'lgan o'qituvchilarni saralab olyapmiz, darajasiga qarab turib. Hozirgi kunda bu jarayonlar, amaliy ishlar davom etyapti va tez kunda bu nimani yakunlaymiz. Yana bitta yangiliklarimizdan bittasi, institutimizda yangi qurilayotgan 7 qavatli zamonaviy o'quv binosini yangi o'quv yiliga ishga tushirishni mo'ljallaganmiz. Bu 1000 o'rinlik talabalarimiz uchun yangi ochiladigan aniq fanlar pedagogika oliy maktabiga mo'ljallaganmiz. Endi hozirgi kunda qurilish ishlari davom etyapti. Bu sentabr holatiga ko'ra ishga tushadi. Endi yo'nalishlarga keladigan bo'lsak, bevosita bizda hozirgi kunda 21 ta yo'nalish bor kunduzgida. Kechkida 9 ta yo'nalishimiz bor, faoliyat yurityapti. Magistratura yo'nalishimizda 16 ta yo'nalishimiz bor. Bu barcha pedagogik sohalarni yuziga qamrab olgan yo'nalishlarimizni ochganmiz. Yangiligimiz o'tgan yilga nisbatan 1000 nafar talaba ortiqcha qabul qilamiz, kvota berganmiz va 2 ta yo'nalishimiz bor, sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarida yo'nalishimiz. Shu Rahmat. Umuman olganda yana bir jihatga e'tibor qaratsak, keyingi yillarda mana shu Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan ko'plab oliy o'quv yurtlarining, ayrim oliy o'quv yurtlarining filiallari alohida bir mustaqil institutga aylantirildi. Urganch davlat tibbiyot instituti ana shulardan biri albatta. Demak, mana shu Urganch davlat tibbiyot institutiga bu yil qaysi yo'nalishlarga
mana shu talabalarga qabul qilinadi. Mutaxassislar tayyorlash yo'nalishlari, qolaversa bu ixtisosliklar, mana shu borada so'zlab berish uchun navbatdagi suhbatdoshimiz ana shu oliy o'quv yurti qabul komissiyasining mas'ul kotibi. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda to'g'ri gap aytib o'tdingiz. Oldin biz filial hisoblanardik. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filial sifatida. Hozirgi kunda biz Urganch davlat tibbiyot instituti bo'lib alohida ajralib chiqdik. Yangi o'quv yilidan xudo xohlasa, bizda hozirgi kunda yangiliklar juda ham ko'p. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan oliy ta'limga qamrov juda ham keng yo'lga qo'yildi. Bizda hozirgi kunda oldingi yilga qaraganda kvota hajmi juda ham oshdi va shunga yarasha yangi o'quv yilidan o'quv yiliga tayyorgarliklar juda ham keng. Boya hamkasblarimiz chiroyli gapirib o'tildi. Bizda ham bu 25-26 o'quv yilining o'zida bitta yangi o'quv bino, katta bir klinikamiz Xorazm viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi qoshida tashkil qilindi. Hozirgi kunda 26-27 o'quv yiliga ham yana bitta katta binomiz tayyor turibdi, o'quv binomiz. Undan tashqari talabalar uchun turar joy, yotoqxona juda ham ko'p muammo bo'lardi. Bizda hozirgi kunda 3 ta yangi talabalar turar gohi tashkil qilindi. Xudo xohlasa 26-27 o'quv yilidan bu o'z faoliyatini boshlaydi. Hozirgi kunda Urganch davlat tibbiyot institutida 7 ta yo'nalish bo'yicha qabul davom qilyapti. Ularda yangi yo'nalishimiz biotibbiyot muhandislik yo'nalishi bo'yicha bu yil 2-yili xudo xohlasa bunga talabalarimizni taklif qilamiz, abituriyentlarimizni. Hozirgi kunda 7 ta yo'nalish, bu davolash ish yo'nalishi, pediatriya ish yo'nalishi bo'yicha va farmatsiya yo'nalishi bo'yicha, stomatologiya yo'nalishlari bo'yicha, tibbiy profilaktika yo'nalishi bo'yicha talabalarga tavsiya qilyapmiz hozirgi kunda. Rahmat. Endi esa aynan mana shu O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan Xorazm bu san'atiga alohida bir e'tibor qaratilib, O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasining Urganch filiali ham tashkil qilindi va bir necha yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti. Umuman olganda, bu o'sha filialga qabul jarayonlari, bunda albatta mana shu raqs san'atining turli yo'nalishlari bo'yicha albatta bo'lishi tabiiy holat albatta. Mana shu borada fikrlaringiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasida shu bitta yo'nalish bo'yicha hozircha qabul jarayonlari bo'lyapti. Nasib qilsa 2026-2027 o'quv yilini yangi binoda boshlaymiz. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasiga yangi bino qurilish jarayonida bo'lyapti. Bizda hozirda bitta yo'nalish endi 2026-27 o'quv yiliga magistratura mutaxassisligini ochish rejalashtirganmiz. Nasib qilsa shu 2 yo'nalish bo'yicha qabul jarayonlari hozirda davom etyapti bizda. O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasida maslahat xonalari, call centerlar tashkillashtirilgan. Kimdadir shu muammo bo'ladigan bo'lsa, shu yerga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Endi bo'lib o'tadigan albatta bu san'at yo'nalishi. San'at yo'nalishi bo'lgandan keyin albatta iqtidor sinovlari ham bo'lib o'tadi. Mana shu borada fikrlaringiz, qanday sinovlar bo'ladi, iqtidorini ko'rish, aniqlash maqsadida? Bu bo'yicha kasbiy, ya'ni ijodiy imtihonlar bo'lib o'tadi. Baxtiyor aka aytib o'tganlaridek, oldin shu hujjatlarni topshirgandan keyin ikkinchi bosqichda ijodiy imtihonlar bo'lib o'tadi. Shu ijodiy imtihonlarni iyul oyiga adashmasam rejalashtirilgan bo'lib, rahmat. Demak, albatta mana shu belgilangan tartibda o'sha test sinovlari topshirishdan oldin ijodiy imtihonlar bo'lib o'tadi. Har bir o'sha hujjat rasmiylashtirilgan shaxsning ijodiy qobiliyati sinovdan o'tkaziladi. Va bu albatta buning natijasi test ballariga qo'shiladi. Rahmat. Shu ijodiy imtihonlar bo'ladi. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, biz dasturimiz avvalida aytib o'tdik. Odatdagidek jonli efirda ekanligimiz, bugungi tanlangan mavzu bo'yicha bemalol studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223-9203 raqamli telefonga murojaat qilishingizni biz hozirgacha bir qancha savollarni qabul qilib oldik. Endi esa aynan mana shu savollarni o'qib eshittiramiz. Tegishliligi bo'yicha ko'rsatuvimiz ishtirokchilari bu savollarga javob berishga harakat qilishadi. Demak, Urganch shahridan Shuhrat Raqimov so'rayaptilar. Nodavlat o'quv yurtlaridagi talabalarning davlat o'quv yurtlariga o'tishi imtihonlari qachon bo'ladi? Mana shu haqda bir ma'lumot berishsa.
Albatta davlat oliy o'quv yurtlariga qabul yakunlangandan keyin uni davlat komissiyasi belgilaydi. O'sha qaysi chisloga to'g'ri keladigan bo'lsa, ungacha shu xususiy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan, ya'ni u o'qishini davlat oliy ta'lim muassasasiga o'zgartirmoqchi bo'lganlar ro'yxatdan ochish nimasi ham ma'lum bo'ladi. O'sha paytda ro'yxatdan o'tadilar ular. Shu asosda to'lanadigan nimasi ham bo'ladi. To'lov miqdorlari. To'lov miqdorlari ham bo'ladi. Shundan keyin belgilangan chisloda, endi u avgust oylarida. Demak, belgilangan sanada, demak bu o'sha birinchi oliy o'quv yurtlariga qabul bo'yicha test sinovlari 8-avgustgacha bo'lib o'tsa, ana shu 8-avgustdan keyinga rejalashtiriladi. Ha, shunday. Shu o'rinda yana bir narsaga oydinlik kiritsak. Albatta bu o'sha qandaydir bir nodavlat oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'sha talabalarning davlat oliy o'quv yurtlariga kirishi uchun bu albatta. Lekin xorijlik talabalarning bugun albatta ko'plab yoshlar xorijiy oliy o'quv yurtlarida tahsil olishadi. Bu o'sha qo'shni Qozog'iston Respublikasi bo'lsin, o'sha qo'shni davlatlarda tahsil olayotgan talabalarning bu yoqqa ko'chirishi uchun o'qishini mana shu haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Bular hammasi shu nodavlat ta'lim muassasalari hamda xorijda ta'lim olganlarni o'qishini o'zgartirish hammasi bir vaqtda shu test asosida amalga oshiriladi. Demak, ana shu vaqtda e'lon beriladi, xabardorlik qilinadi. Rahmat. Urganch shahridan Zevarjon abituriyent bir vaqtning o'zida ham ijodiy, ham qarama-qarshi yo'nalish tanlash imkoni bormi? Masalan, qaysidir bir oliy o'quv yurtida ijodiy yo'nalishdagi mutaxassislik, ixtisoslik doirasida tanlayapti. Lekin u keyingi ko'rsatishlarda o'sha 5 ta oliy o'quv yurtini ko'rsatadigan bo'lsa, boshqa bir unga qarama-qarshi yo'nalishlarni ham tanlashi mumkinmi deb so'rayaptilar. Uni imkoniyati yo'q, chunki musiqaga topshiradigan odam aniq fanlar yo'nalishiga bir demak, u vaqtda o'sha muhandislik yoki bo'lmasa arxitektura qurilish yo'nalishini tanlay olmaydi. Yo'q, chunki fanlar majmuasi shuning uchun berilganki, faqat test topshiradigan yo'nalishlar bor. Boyagi iqtidorni aniqlaydigan yo'nalishlar bor. Demak, shu bir jihatga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Ijtimoiy fanlar yo'nalishi bo'lsa, faqatgina ijtimoiy ixtisosliklar tanlashi mumkin. Mabodo aniq fanlar majmuasi to'g'ri keladigan bo'lsa, masalan, iqtisodiy yo'nalishlar bor. Unda chet tili bilan matematika ham qatnashadi-da, faqat gumanitar yo'nalish emas. Hozir aytganingiz bo'yicha ijtimoiy yo'nalish bo'lib qolmasin hammasi deyapman-da. Yo'q, ijtimoiy yo'nalishni tanlagan, ixtisoslikni tanlagan, u boshqa bir ixtisoslikni tanlay olmasligi haqida. Ha. Shu sababi iqtisodiy yo'nalishda tarix bilan ona tili topshiradigan bo'lsa, matematika bilan fizika aniq fanlarda topshiradi. Ular bir-biriga aniq fanlar, ixtisosligi, ijtimoiy fanlar majmuasi mos kelmasa tanlanmaydi. Rahmat, menimcha tushunarli bo'ldi. Urganch shahridan Jalolbek so'rayaptilar. Urganch davlat universitetida huquqshunoslik fakulteti haqida bor tashkil qilingan edi, yo'nalishimi, fakultetmi? Mana shu yo'nalish bo'ladimi, fakultet bo'ladimi? Faqatgina kunduzgi bo'limdan tashqari kechki yoki masofaviy o'qish yo'nalishlari ham bo'ladimi bu yil? Urganch davlat universitetida yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi mavjud. Kunduzgi ta'lim yo'nalishi bu o'quv yilida demak kunduzgi hamda kechki ta'lim yo'nalishi bo'yicha qabullar rejalashtirilgan. Demak, bu yildagi yangilik kechki ta'lim yo'nalishlari tashkil qilinyapti. Ilgari faqatgina kunduzgi yo'nalishlar mavjud bo'lgan. Demak, bugun o'sha qaysidir bir o'sha o'rta maxsus o'quv yurtlarini tamomlab, o'z ish faoliyatini olib borayotganlar kechki o'quv kurslarida, o'sha o'quv mashg'ulotlarida keyinchalik o'sha mutaxassislikni egallashlari mumkin bo'lar ekan. Xuddi shunday. Bundan tashqari demak, kechki ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar 16 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha 400 ta demak abituriyentlarni talabalikka qabul qilish rejalashtirilgan, shunaqa kvota berilgan. Bemalol topshirishlari mumkin. Rahmat, shu o'rinda bir aniqlik kiritib o'tsak, mana shu kechki o'quv mashg'ulotlari kunning qaysi soatida boshlanib, qachon tugashi haqida ham ko'pchilikni qiziqtiradi albatta. Ko'pchilik holatlarda biz demak buni 3-smena deb nomlaymiz. 18:00 dan keyin demak kechki ta'lim dasturlari boshlanadi. Rahmat.
Bog'otdan Erkin Otajonov so'rayaptilar. Bu yilgi o'qishga topshirish oldin yo'nalish, keyin oliygohlar tanlanadi. Qanday imkoniyat beradi bu? Endi biz aytdik, shu 24-yilda farmon bo'yicha tamoyilga o'tdik dedik. Avval test, so'ngra tanlov tamoyiliga. Bu oldin test topshirishi uchun albatta fanlar majmuasi kerak. Qaysi yo'nalishni tanlamoqchi o'quvchi. O'sha tanlayotgan yo'nalishlar aniq fanlar yo'nalishi bo'lsa, matematika bilan fizikani tanlash kerak, belgilash kerak. Sababi unga uni material bilan ta'minlash kerak. Materialda birinchi bosqichda o'sha qaysi yo'nalishga tegishli fanlardan test topshirish kerak. O'sha narsani aniqlik kiritish kerak. O'shaning uchun birinchi bosqichda o'sha narsalar amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda esa o'sha belgilagan fanlari bo'yicha tanlov o'tkaziladi. Shu birinchi bosqichda tanlagan majmuadagi fanlari bo'yicha test o'tkaziladi. Rahmat. Mana bu yerda Xonqa tumanidan Sirojbek so'rayaptilar. Davlat bilan xususiy sheriklik qilayotgan, xususiy davlat sherikchiligi asosidagi o'quv yurtlari mavjudmi? Mana shu haqida ham bir ma'lumot berishsa. Bugun viloyatda xususiy ta'lim lekin xususiy ta'lim yo'nalishlari bor, lekin davlat bilan hamkorlik qilayotgan. Bor. Sheriklik deganda endi qanday ma'noda bilmadim, lekin o'tgan yildan boshlab ularda ham grantda o'qish uchun kvota belgilangan. Davlat tomonidan. Mana shu jihatni so'rayaptilar shekilli. Qaysi masalan nodavlat ta'lim muassasalarida ham davlat granti bormi yoki bo'lmasa mana shu davlat tomonidan qaysidir oliy o'quv yurtlariga 5-10 tadan qaysi birlariga ko'proq kvota belgilangan. O'tgan yildan boshlab shu belgilandi. Bu yil ham shu davom etadi. Albatta grantda o'qiydigan talabalar bo'ladi. Rahmat. Mana bu yerda so'rayaptilar. Mana shu oliy o'quv yurtlarida grant har yili o'zgarib turishi haqida eshitgandik. Mana shu oradan 1 yil, 2 yil o'tdi menimcha. Lekin mana shu grantlar haqiqiy yil yakuni bo'yicha o'zgarayaptimi oliy o'quv yurtlarida? Oldin davlat granti asosida o'qishga qabul qilinib, keyinchalik shartnoma asosida o'qishga o'tganlari ham bormi? Mana shu haqda oliy o'quv yurti vakillari bir ma'lumot berishsa. Rahmat. 25-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan keyingi 3 yillik uchun davlat grantlarini tasdiqlash belgilangan. Bu demak keyingi 25-26 o'quv yilidan boshlab 27-28 o'quv yiligacha bo'lgan davlat granti asosida qabul qilinadigan kvotalar belgilangan. Albatta bu kvotalar o'zgarib turadi. Nima asosiga bu o'zgarishi mumkin? Bu yerda ustuvorlik beriladigan yo'nalishlar mavjud. Har yil demak iqtisodiyotning turli jabhalari o'sib bormoqda. Davlatning ham qaysidir bir yo'q, bu yerda boshqa narsani aytayaptilar. Masalan, davlat granti asosida o'qishga qabul qilingan talabaning o'zlashtirishi o'sha shartnoma asosida o'qiyotgan talabaning o'zlashtirishidan past bo'lgan taqdirda uning o'sha shartnomaga tushib qolishi va shartnomadagi talabaning o'sha davlat granti asosida grantga o'tishi haqida aytayaptilar. Tushundim. Bu demak har o'quv yili yakunida o'sha bitiruvchi kurs talabalarini o'zlashtirish ko'rsatkichlari, ijtimoiy faolligi o'rganib chiqiladi. Demak, o'zlashtirish ko'rsatkichi GPA ballari va ijtimoiy faolligidan yig'ilgan ballar umumiy yig'ilib turib, bitta ta'lim yo'nalishida demak 20 ta kvota ajratilgan, 20 ta grant ajratilgan deb bo'ladigan bo'lsak, eng kuchli 20 ta bo'lgan talaba demak keyingi o'quv yilidan boshlab davlat granti asosida o'qishi mumkin. Bu demak talabalar o'rtasidagi o'zaro demak bu jarayon allaqachon boshlandi. Allaqachon boshlangan. Demak o'tgan yil bu tajribadan o'tgan. Bu yilga demak o'qib turgan birinchi kurs va ikkinchi kurs talabalarimiz ham xuddi shunday. Demak bu yil kontraktda o'qib turgan bo'lsa, kuchli o'qiydigan bo'lsa, demak keyingi yil davlat granti asosida 3-kursdan o'qishni davom ettirish mumkin. Demak bunday o'sha jarayon o'sha Urganch davlat pedagogika institutida, Urganch davlat tibbiyot institutlarida va o'sha xoreografiyaning Urganch filialida ham mana shunday jarayonlar bo'lyapti albatta. Marhamat, fikrlaringiz mana shu borada. Hamkasbimiz aytganday, hozirgi kunda talabalarimiz yoki abituriyentlarimizga eng qiziqtirgan savoli bu. Ko'plab ota-onalar murojaat qiladi, aynan bizni farzandlarimiz grantga o'qishga kirib turib, nimaga endi kontraktga tushib qolish kerak?
grantga kirgan-ku. Bu borada e'tirozlar ham bor, bu borada yaxshi ijobiy fikrlar ham bor, ko'p bu borada. Demak, o'sha men grantga qabul qilindi deb bemalol bo'lmasdan u harakat qilishi, Albatta, o'qib endi izlanishi, o'zini ko'rsata bilishi talab qilinadi. Bu loyihani kiritishidan maqsad bu ta'lim sifatini oshirish. Ya'ni talabalarni o'z ustida ishlashni kuchaytirish. Yani grantga kirdim, bo'ldi 4 yil davomida mana shu grant o'qib bitkazaman, bemalol yursam ham bo'ladi degan xayol fikrlar yo'q endi bu nimada. Chunki agar o'qish sifati tushib ketadigan bo'lsa, men hamkasbimiz aytganday, o'zlashtirish ko'rsatkichi past bo'ladigan bo'lsa yoki GPAsi past bo'ladigan bo'lsa, bemalol uni o'rniga kontraktda, shartnomada o'qib turgan, hamma bahosi 5 ga olib turgan iqtidorli talabalarni bemalol o'rniga grantga, ya'ni seduyuz.uz degan sayt bor menimcha, shu saytga ariza beradi platforma nimaga. To'g'ri kelsa, hamma talablari bemalol grantga o'tadi. Shuning uchun hozirgi kunda bu sifat ko'rsatkichdan bu erkin raqobatni yuzaga keltirdi talabalar o'rtasida. O'sha kimdir o'sha erkin raqobat asosida o'zlashtirishlari yaxshi bo'lib, u grantga o'tishi mumkin yoki bo'lmasa o'zlashtirishi past bo'lgan o'sha grant asosida tahsil olayotgan talaba keyinchalik o'zlashtirishi past bo'lsa, u albatta shartnomaga tushib qolishi. Xuddi shunday. Bu albatta erkin raqobat o'sha talabaning nafaqat bu o'zlashtirishini, balki o'sha yaxshi bir mutaxassis bo'lib shakllanishiga olib keladi albatta. Albatta. Rahmat. Xudoynazzar Ruf Jasur Bog'otdan. Qizim Samarqand pedagogika institutida o'qiydi. Urganch davlat universitetiga o'qishini ko'chirish uchun qayerga murojaat qilishim kerak deyaptilar. Savol uchun rahmat. Bugungi kunda davlat oliy ta'lim muassasalarida universitetga ko'chirishning ikkita usuli bor. Ikkita ruxsat etilgan yo'li bor. Bu ikkita mezoni bor. Ikkita mezoni bor. Bu turmush qurish munosabati bilan yashash joyi o'zgaradigan bo'lsa, shu asosda demak Samarqanddan Xorazmdagi oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishi mumkin. Ikkinchi sababi demak davlat xizmatchilarining farzandi bo'ladigan bo'lsa, shu davlat xizmatchisini ish joyi o'zgaradigan bo'lsa, shu ish joyi o'zgargan hududdagi oliy ta'lim muassasasiga farzandini o'qishini ko'chirish imkoniyati mavjud. Boshqa holatlarda demak o'qishni ko'chirishga hozirgi kunda ruxsat berilmaydi. Demak, bu xorazmlik bo'lib turib o'sha Samarqand davlat pedagogika institutida tahsil olayotgan bo'lsa, ana shu asoslar bo'lmagan taqdirda hech qanday o'qishni ko'chirishning imkoni yo'q. Yana bitta tomoni bor. Marhamat. O'qishni ko'chirish uchun albatta uni yo'nalishiga mos va turdosh yo'nalish bo'lishi kerak. Hozir aytayapti, Samarqand davlat pedagogika institutidaman deb. Endi Urganch davlat universitetida agar shunga pedagogik yo'nalish bo'lsa agar, u ko'chirib biladi. Bemalol Urganch davlat pedagogika institutiga ko'chirib biladi agar ana shu asoslar mavjud bo'lgan taqdirda. Asoslar bo'lsa, endi pedagogik yo'nalish bilan pedagogik yo'nalish to'g'ri kelishi kerak, ta'lim sifati va turdosh yo'nalishi bo'lishi kerak. Rahmat. Abbos Abdullayev qayerdan ekanliklarini ko'rsatmaganlar, magistratura yo'nalishida til sertifikatini o'qishga kirgach bitirguncha topshirsa bo'ladimi yoki bo'lmasa magistraturaga kirish uchun avvalo til sertifikati zarurmi deb so'rayaptilar. Bugungi kunda demak davlat oliy ta'lim muassasalariga magistraturaga kirish uchun albatta til bilish sertifikati bo'lishi shart. Til bilish sertifikatining darajalari har bir mutaxassislik bo'yicha demak davlat komissiyasi tomonidan belgilanadi. Demak, eng past til bilish darajasi bu B1 darajadagi yo'nalishlar, katta ko'pchilik yo'nalishlarda demak magistraturaga kirish uchun B2 darajadagi til bilish sertifikati talab qilinadi. Demak, albatta qaysidir bir xorijiy tilni bilishi talab qilinar ekan. Bu demak xorijiy tillar ham belgilangan. Ingliz tili, turk tillari, nemis tili kabi tillar ro'yxatlari mavjud. Qaysidir bir xorijiy tilni bilishi. Shunday. Rahmat. Magistraturada onlayn yoki kechki o'qishlari haqida ma'lumot berishsa. Ikkinchi savollari. Bugun o'sha bakalavr darajasi uchun bugun o'sha kechki o'quv mashg'ulotlari, o'sha masofadan onlayn o'quv mashg'ulotlari mavjud, lekin magistratura yo'nalishida ham bormi mana shunday yo'nalishlar? Endi bu yo'nalishlar nodavlat ta'lim muassasalarida bor, lekin aynan Urganch davlat pedagogika institutini aytadigan bo'lsak, bizda magistratura yo'nalishida kechki yoki masofaviy yo'q. Demak, Urganch davlat universitetida ham yo'q. Bizda bor, demak, Urganch davlat universitetida 7 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha kechki ta'lim
va 3 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha magistraturada demak 3 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha masofaviy ta'lim bu yil rejaga kiritilgan. Qabullar demak hozirgacha bo'lmagan, endi bu yil rejaga kiritildi. Bu yildan bor. Demak bu yil o'sha ishlab chiqarishdan ajralmagan holda magistraturada o'qimoqchi bo'lganlar bemalol o'sha kechki o'quv mashg'ulotlarida masofadan turib o'quv mashg'ulotlarida tahsil olishlari mumkin magistratura yo'nalishida. Bizda demak bu sharoitlar yaratilmoqda. Rahmat. Ro'zmat ota Yangarikdan o'qishga topshirish uchun yoshni ahamiyati bormi? Ikkinchi mutaxassislikka topshirmoqchiman. Iqtisodni tugatganman. Ikkinchi mutaxassislikka tibbiyot universitetiga topshirmoqchiman. Bu qanday bo'ladi? Tibbiyot institutiga bo'lsa kerak menimcha. Ikkinchi mutaxassislik bo'yicha Urganch davlat tibbiyot instituti umuman tibbiyot mutaxassisligi bo'yicha ikkinchi mutaxassislik mavjud emas. Ataxon birinchi savoliga javob. Agarda talabalikka topshirish bo'yicha yosh chegarasi qo'yilgan emas, bemalol topshirishlari mumkin, lekin ikkinchi mutaxassislik sifatida emas, shu abituriyent sifatida rasmiy saytlarda ro'yxatda o'tgan tarzda va test imtihonlariga kirib chiqqandan keyin tanlov natijasiga ko'ra talabaga tavsiya qilishlari mumkin. Ikkinchi mutaxassislik mavjud emas. Demak, bu yerda bizdan ikkinchi mutaxassislik haqida so'rayaptilar. Umuman olganda, o'sha qaysidir bir oliy o'quv yurtining qaysidir yo'nalishini tamomlagan, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan yo'nalishdagi keyingi ikkinchi mutaxassislikka o'qishga kirmoqchi bo'lgan talaba o'qishni nechinchi kursdan davom qildirishi mumkin? Unga qandaydir bir imkoniyatlar, imtiyozlar berilgan ikkinchi mutaxassislikda tahsil olish uchun. U ham o'sha 4 yil bakalavr bo'lishi mumkinmi yoki ularda qisqartirilgan mashg'ulotlar o'tadimi? Mana shu borada qaysi oliy o'quv yurtida mavjud bo'lsa mana shu. Tibbiyot sohasida ikkinchi mutaxassislik yo'q, mavjud emas. Marhamat, Urganch davlat universitetida Urganch davlat pedagogika institutida ikkinchi mutaxassislikka qabul qilingan abituriyentlar ikkinchi kursdan davom ettiradi. 4 yil bo'ladi. Endi yo'nalishiga bog'liq, amaliy yo'nalishi bor, amaliysi bor. Masalan, 3 yillik yo'nalishlarimizda 3 yil tugatguncha, lekin qabul qilish jarayoni ikkinchi kursdan boshlanadi. Urganch davlat universiteti. Xuddi shunday, demak, Urganch davlat universitetida ham ikkinchi mutaxassisliklar bo'yicha bu yil qabul bo'lib o'tadi. Bizda ham demak ikkinchi mutaxassislikka tavsiya qilingan talabalar ikkinchi bosqichdan o'qishlarini davom ettirishadi. Rahmat. Zufar Qurbonov, bugungi kunda Xorazm viloyatida nechta yo'nalish bo'yicha talabalarni qabul qilishadi? Yangi yo'nalishlar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Menimcha biz dasturimizni oldida aytib o'tildi, lekin shunday bo'lsa-da bizni keyinroq tomosha qilib boshlagan bo'lishlari mumkin. Qisqacha va aniq qilib mana shu yo'nalishlar haqida ma'lumot bersak. Marhamat, Urganch davlat universiteti. Demak, bakalavr ta'lim yo'nalishini kunduzgi turi bo'yicha Urganch davlat universitetida 78 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha, masofaviy kechki turi bo'yicha demak 16 ta va masofaviy turi bo'yicha 13 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha biz talabalikka demak abituriyentlarni qabul qilamiz. Bundan tashqari demak texnikumlarni muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchilarni ham demak biz suhbat asosida talabalikka qabul qilish rejalashtirganmiz. Bu demak o'tgan o'quv yilida ushbu holat bo'yicha 17 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha texnikumni muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchilar talabalikka qabul qilingan. Bu endi bakalavr dasturlari bo'yicha, magistratura dasturi bo'yicha demak umumiy kunduzgi bo'yicha 51 ta ta'lim mutaxassisligi bo'yicha qabul, 7 ta kechki va 3 ta masofaviy tarzdagi mutaxassislik, magistratura mutaxassisliklariga qabul rejaga kiritilgan. Marhamat, pedagogika institutida. Urganch davlat pedagogika institutida boya aytganimizdek, bu yil yangi 2 ta yo'nalishimiz bor. Biz sun'iy intellekt bilan axborot texnologiyalari degan yo'nalishni ochmoqchimiz. Bu jarayonda hozirgi kunda o'zi kunduzgida bakalavr kunduzgimizda 21 ta yo'nalish bor. Magistraturada 16 ta, kechkimizda 9 ta yo'nalish hozirgi kunda faoliyat olib bormoqda. Magistratura, keyin kechki va kunduzgi bor bizda hozir, masofaviy yoki sirtqi bu yilga yo'q, qabulimiz yo'q. Rahmat. Tibbiyot yo'nalishi qisqa va lo'nda javob bersak. Urganch davlat tibbiyot institutida hozirgi kunda bakalavr ta'lim yo'nalishiga 7 ta yo'nalish bo'yicha qabul ochilgan. Magistratura bo'yicha hozirgi kunda 30 dan ortiq mutaxassislik bo'yicha yo'nalishlar ochilgan. Klinik koordinatura bo'yicha ham xuddi shunaqa 50 ga yaqin mutaxassislik
yo'nalishi bo'yicha hozirgi kunda qabul tashkil qilingan. Bundan tashqari hozir Urganch davlat tibbiyot institutida qo'shma, ya'ni xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan qo'shma ta'lim yo'nalishlari yo'lga qo'yilgan. Bu bo'yicha Rossiya Federatsiyasining 3 ta oliy ta'lim muassasasi bilan qo'shma ta'lim dasturi yo'lga qo'yilgan. Turkiya Respublikasi bo'yicha bitta sog'liq bilimlari yurti bilan bitta qo'shma ta'lim yo'nalishimiz yo'lga qo'yilgan. Xitoy Xalq Respublikasi bilan ham bitta ta'lim yo'nalishi bo'yicha, ya'ni xalq tabobati ta'lim yo'nalishi bo'yicha qo'shma ta'lim yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda shu yo'nalishlar mavjud. Urganch davlat tibbiyot institutida. Rahmat. Xoreografiya akademiyasi filialida. Xoreografiya akademiyasida bitta yo'nalish bo'yicha kunduzgi, kechki masofaviy sirtqimiz yo'q. Magistratura yo'nalishi bo'yicha ham bitta kunduzgi. Rahmat. Sherzod Safayev Urganch tumanidan grant o'rinlari oldingi yildan ko'payadimi? Super kontrakt tartibi o'zgaradimi? Eng talab yuqori bo'lgan yo'nalish qaysi? Shular haqida ham bir ma'lumot berib o'tsa. Endi bu yerda hozir ta'lim to'g'risida kvotalarni belgilash hali amalga oshmadi. Kvotalarni belgilangan paytda har yili grant miqdorini oshirib kelinyapti. Bu yil ham oshsa kerak, albatta. Ta'limni ish qilib kvotalari to'g'risidan yana bir narsani Demak, hali endi masalan har bir oliy o'quv yurtining qabul qilinishi mana shu qabul komissiyasining mas'ul kotiblari ham aytib o'tdilar. Faqatgina hali reja qilinib, taqdim qilinganligi haqida. Hali bular aniq tasdiqlanmagan. Aniq tasdiqlanmadi. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, oliy o'quv yurtlariga hujjat rasmiylashtirish arafasida turgan yoshlar, biz bugungi ko'rsatuvimizda umuman olganda Xorazm viloyatidagi oliy o'quv yurtlari, bu yerdagi yo'nalishlar, qabul tartiblari haqida bir oz siz bilan fikrlashdik. Demak, albatta bizning bugungi o'sha tanlovimiz kelgusidagi faoliyatimiz mezoni ekanligini hech qachon unutmasligimiz kerak. Nimaga deganda biz o'zimiz xohlamagan tarzda qaysi bir ixtisoslik, qaysi bir yo'nalishni albatta tanlab qo'ysak, keyinchalik afsus qilishimizga yoki bo'lmasa o'sha oliy o'quv yurtini tamomlagandan keyin ham ish faoliyatimizni olib bora olmasdan keyinchalik boshqa bir sohaga o'tib ketishimizga to'g'ri kelar ekan. Shunday ekan, biz bugun qaror qabul qilishimiz, biz bugun tanlov qilishimiz uchun juda ham bir muhim ekanligini anglagan holda o'sha kelgusida kim bo'lib yetishish, mana shu qaysi yo'nalishda o'qib mutaxassis bo'lishni birinchi navbatda puxta o'ylagan holda tanlashimiz bizdan talab qilinadi. Ana shundagina biz o'z sohamizning yetuk bir mutaxassisi bo'lib yetishimiz mumkin ekan. Demak, biz bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga samimiy bir minnatdorchilik bildirgan holda ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Biz ko'rsatuvimiz yakunida mana shu masofadan turib onlayn mana shu ro'yxatga o'tayotgan yoki bo'lmasa o'tmoqchi bo'lganlarga qanday tartibda o'tish haqidagi o'sha videorolikni namoyish qilishni ham albatta namoyish qilamiz. Albatta ana shu yerda siz qanday qilib qaysi bir yo'nalish bo'yicha ro'yxatdan o'tishni o'rganib olishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish 2026-2027 o'quv yili uchun ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish Bilimni baholash agentligining my.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. my.uzbmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol, takroriy parol hamda arifmetik ifodaning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi 5 xonali raqam dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Agar abituriyent my.uzbmb.uz saytidan oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, kirish bo'limi orqali telefon raqami, parol va arifmetik ifoda qiymatini kiritgan holda shaxsiy kabinetiga kirishi mumkin. Bundan tashqari, OneID orqali kirish imkoniyati ham mavjud. Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik ravishda shakllanmasa, mazkur ma'lumotlar abituriyent tomonidan to'ldiriladi. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi.
Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturida mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi, yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotlarni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Agar abituriyentda umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Bunda umumta'lim fanlaridan maksimal ball beruvchi sertifikat ma'lumotlari avtomatik shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan B1 darajadagi milliy sertifikat mavjud bo'lganda, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Chet tilidan B2 va undan yuqori darajadagi milliy sertifikat ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Abituriyentda chet tilidan yoki umumta'lim fanlaridan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, xalqaro sertifikatlar bo'limida sertifikat ma'lumotlari kiritiladi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan vazirlik va idoraga murojaat qilishi lozim. Ariza topshirish bo'limida oferta bilan tanishib, tasdiqlagandan so'ng test topshirish hududi va ta'lim tili tanlanadi. So'ngra test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi tanlanadi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tili ham tanlanishi lozim. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida kasbiy ijodiy imtihon mavjud bo'lsa, kasbiy ijodiy imtihon topshirish uchun abituriyent o'ziga qulay bo'lgan oliy ta'lim tashkilotini tanlaydi. Fanlar majmuasi tanlangandan so'ng, ushbu fanlar majmuasiga mos ta'lim yo'nalishlari ro'yxati bilan tanishish mumkin. Saqlash tugmasi bosilgandan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi kodni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng, abituriyent qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Qayd varaqasida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi yakunlanadi. To'lovni elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi. Ushbu toifadagi abituriyentlar uchun invoice shakllantirilmaydi. Diqqat! Oliy va kasbiy ta'lim tashkilotlariga kirish test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng, abituriyentlar 15 kun ichida oliy ta'lim tashkiloti, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligini tanlashi lozim. Sizga test sinovlarida muvaffaqiyat tilaymiz.